Alloh bir sinovlar bilan boshimizga qarz solib qo'ygan bo'lsa, noumid holatga tushmaslik kerak, harakat qilish kerak. Ansoriylardan Abu Umoma radhiyallohu anhu degan kishi bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalom o'sha Abu Umomani ko'rdiki, farz namozdan keyin masjidda o'tiraveradi, juda g'amgin, doim ibodatda. Shunaqa holatini ko'rib Payg'ambarimiz alayhisalom hayron bo'libdilar-da, nimaga sen namozdan keyin masjidda qolyapsan? Nima g'aming bor? Seni doim masjidda o'tirganingni ko'ryapman deganlarida, Ali sahoba aytgan ekanlarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni g'amlar, qarzlar bosdi. Shuning uchun mana shu joyda Allohga duo qilib o'tiribman degan ekanlar. Shunda Rasulimiz alayhisalom aytibdilar, mana shu gap hammamizga bilib olaylik. Senga agar aytsang, Alloh g'amlaringni ketkazadigan, qarzlaringni uzadigan kalimalarni o'rgatib qo'yaymi debdilar. Ha ya Rasululloh, o'rgatib qo'ying deganlarda Payg'ambarimiz alayhisalom quyidagi duoni o'rgatgan ekanlar. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله، sendan g'am bosishi, mahzunlik, ojizlik va dangasalikdan panoh so'rayman. Qo'rqoqlik, baxillik, qarzga botish va odamlarning g'olib kelishidan panoh so'rayman deb duo qilish kerak ekan. Faqatgina duo, shu duoni qilib harakatini qilish kerak. Mehnatini qilish kerak. Nima qo'ldan kelsa harakat qilsinki va duolarni ham qilsin. Inshaalloh Alloh taolo mana shu insonga o'zi najot beradi.